Bugun sotuvda Lacetti avtomobilimiz. Sразу ma'lumotlarni aytib o'taman. Avtomobilimiz ishlab chiqarilgan sanasi 2013-yil, avtomat korobka 3-pozitsiya. Xo'p. Balonlar yaxshi holatda, metani bor. Salon pokiza, monitor o'rnatilgan. Aytganimdek 3-pozitsiya meti bor. Xullas, yurgan masofasi 250 ming, o'rnatilgan hozirgi o'rnatilgan 250 ming. Narxi 7200 dollar. Azizlar, telefon nomerini opsiyada qoldiraman. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun telefon qilib, bemalol bog'lanishlaringiz mumkin. Sog' bo'lasiz. RDMS.